30-iyun Yoshlar kuni mamlakatimizda yoshlarning jamiyatdagi o'rni va rolini e'tirof etish, ularni qo'llab-quvvatlash, yangi avlodni ilm-fan, san'at, sport va innovatsiyalar sohalariga keng jalb etish maqsadida nishonlanadi. Ushbu kun yoshlarning erishayotgan yutuqlarini qadrlash va ularning salohiyatini ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Yoshlar kuni nafaqat bayram, balki u yoshlarga o'z kelajagini qurishda yangi imkoniyatlar eshigini ochib beradigan ilhom manbai hamdir. Ushbu kun yoshlarga o'z salohiyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish, o'z orzularini amalga oshirish va yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shish uchun ulkan motivatsiya beradi. Yoshlar kuni kelajak bunyodkorlariga bo'lgan ishonchning ramzidir. Angren shahar axborot kutubxona markazi xodimlari O'zbekiston yoshlarini bayram bilan muborakbod etadi.